Samolyotda ichida o'tiribmizda. Kutib o'tiribmiz. Munira, samolyotda ichida hozir nima bo'ldi? Aytib bering. Sadaf qolgan. Yo'q, men nima qildim hozir? Namoz qildingiz. Oqshomga ketdingiz, nima qildingiz? Orqa namoz qildingiz. Qaranglar nima bo'ldi-da. Soat meni telefonim 7:30 edi. 7:30 men namoz o'qidimda. Namozimni o'qib bo'lgunimcha bulutlarning ichidan biz sirroz qorong'iga o'tdik-da. Keyin namozimni o'qib bo'lgani bilan shuni qarasam, bularni sohatiga o'tib ketdi, to'g'rimi? Soat necha bo'ldi? 10:30. 10:30. Men aytdim, voy bu namozimdan xuftonga o'tdimmi? Keyin Sho'madim bulutlarni tagidan shunaqasiga pastga shahar endi ko'rindi. Qarasam rostdan ham xufton 10:30. Keyin namozimni orqasidan xufton o'qidim. To'g'ri qildimmi yo'qmi? To'g'ri qildimmi? To'g'rimi?